ishonaman bir kun bo'ladi. Inshaalloh. Lekin kunida sizga 50 marta gapirishsa, bir 50-chisida yig'lar ekansiz. O'zi bilasiz, befarosat odamlar gapiradi. Ha, Chunki sizning qo'lingizda emas u. da, men aytmoqchiman, rahmat sizlarga, duo qilib qo'yinglar. Menga ayturmanglar, og'ir. Oldin og'ir emas edi. Hozir og'ir. Nimaga? Bir xilla o'zini baxtliligini isbotlash uchun meni shu tochkamga uryapti-da. Voy. Tushunasizmi? U qanchalik, men masalan odamning kamchiligini ham umuman ayta olmayman odamga. Hamma narsa aytaman, dushmanim bo'lsa ham aytmayman. Dil oritish eng yomoni-ku. Ular aynan shu tochkamga uradi-da. G'alati bo'lib qolaman, anaqa aytaman, shu darajada beshafqatmisizlar deyman-da. Menga ham qiyin, og'ir. Lekin aytmoqchi bo'lganim, даже aytaylik, voy men sizga shu farzand bo'lishni tilayman deyam, o'zingizlar pinhona ayturinglar, chunki kunida 100 tacha odam aytadi. 100-chisida уже menga urib qoladi-da, sen zo'rg'a chaqib yurgan payting. O'shaga farosat. Yo'q, men tushunaman, chin dildan aytishadi, shunaqa duolar qilishadi, shunaqa chin dildan. Lekin o'sha payt ko'pirib ketadi-da. Yaqinda bitta anaqaga bordim, 100 tacha show biznes vakillari o'tirdi. Mana ham jinni er xotin bor bizda. Faqat shu tema bo'ldi-da. Bizlar farzandimiz